Hazreti Ömer Adil hacetxonaga kirsa, hacetxonada shaytonni ko'rgan ekanda, bir burchakda tiqilib o'tirgan ekanda, qo'lida qoshiq o'xshagan narsasi bor deydi. Shaytonni nima qilib o'tiribsan bu yerda desa, hojatxonaga bosh kiyimsiz kirganlarni boshidan bavul qilib hojatxonaga tupurganlarni tupugini yig'ib yuraman degan ekan. Nima qilasan yig'ib ketsa, umrini oxirigacha tupugini yig'aman. Dunyodan o'tar vaqtida inson chanqaydi. Chanqagan vaqtda suv talab qiladi. Suv talab qilganda mana suv bor, zamzam suv bor deb aldab, iymonni o'g'irlab, o'zini yiqqan tupugini yuziga sochaman degan ekan. Estağfirullah. Estağfirullahal azim. Shuning uchun ko'pchilik yaxshilar hojatxonaga kirganda tupurmanglar. Sözlemengler, sigaret çekmengler mesela. Ayniqsa balalarımız, yigitlarimiz adashdan oysini bekletda tuvalette borib chekib o'tiradi. Tuvalet sigaret chekadigan joy emas. Tuvaletda nafaqat tez o'tirib, tez chiqib ketish kerak. O'tirib olib, sigaretni chekib, telefonni o'ynab o'tirmaslik kerak. Ota-onadan qo'rqib tuvaletda borib chekadigan yigitlarimiz